Bugungi hisobot. To'xta. O'tir, gaplashib olishimiz kerak. Keyinroq gaplashaylik, bugun charchadim. Sen qachon odam bo'lasan, ha? Sen uchun men nimalar qilmayapman? Doim zo'r yashading. Katta bir kompaniyani qo'lingga topshirib qo'ygan bo'lsam, yana nima qilib beray senga? Sizdan bilan so'ramagan. Nima qilmoqchisan unda? O'sha qizni orqasidan butun umr yurmoqchimisan? Men uni sevaman. Qanaqa sevgi, qanaqa yaxshi ko'rish. O'ldim, kuydim kitoblarda bo'ladi. Dada, men siz aytgan hayotda yashayman. Meni o'zgartirishga harakat qilmang. Men shuncha narsalarni kim uchun qilyapman? Lekin baribir sen o'sha onangga o'xshab betga chopar tarbiyasiz bo'lding. Tarbiya haqida men tengi qizga uylanib olgan odam gapiryaptimi? O'chir ovozingni. Men seni deb qildim hammasini. Siz faqat o'zingizni o'ylagansiz. O'sha onangiz. Xo'p, men nima qilishim kerak? Unga yordam beraylik. Men uni qiynalib xor bo'lib yurganiga chidolmayapman. Agar shu bilan yengil tortsang mayli, yordam beraman. Lekin qanday qilib bo'lam? Men ishlayotgan studiyani unga sotib olib bering. U birdan bo'lmaydi. Mayli, vaqtincha unga o'z firmamizdan ish beramiz. Keyin vaqt soati kelganda, mayli, studiya ham sotib olib beramiz. Rostdanmi? Voy oyijon. Rahmat. Biram mehribonsizki. Oyijonim o'zimmi? Faqat qizim, yaxshilab o'ylab ko'r. U seni baxtli qila oladimi, yo'qmi? Keyin ertaga seni ham bolang senga o'xshab otasiz katta bo'lishini istamayman, qizim. Men Aliga ishonaman. Men esa senga ishonaman, qizim. O'zgarib ketibsan. Senga rahmat hammasi uchun. Agar meni yordamim bilan doim meni yonimda bo'lsang. Kamila, bu hammasi ish uchun. Senga faqat do'stlik taklif qila olaman. Buni har daqiqa sanada burayotgan yuragimga tushuntira olasanmi? Seni majburlamayman. Kutaman. Kerak bo'lsa 1000 yillab kutaman. O'zing sevmasang mayli, lekin meni hislarimni o'ldirmagin. Do'stmizmi? Mayli. Hozircha shunaqa bo'la qolsin. Bu esa do'stligimiz ramzi. Mendan senga sovg'a. Olaqa. Rahmat. Oy qiz. Ali? Kumush. Dunyodagi hech bir bo'yoq seni husningdan go'zalroq emas. Nima qilyapsan bu yerda?
Qaysi shamolni uchirdi seni? Sani shamolingda. Sani shamoling shunchalik kuchliki, dunyoni narigi chetida bo'lsam ham sani oldinga sudrab kelaveradi. Siz kelasiz, men hal qilib beraman. Yana qanaqa xizmat? Эй, бери qara bu qap-qara Shimkent ko'chadagi shara barabariga jet etdi, shit et, как будто shit eldik.